bu sohaga qiziqqan yosh mutaxassislarga qanaqa qilib nima tavsiya bera olasiz? Juda ham qiziq savol berdingiz. Oxirgi yillarda mendan oldingi mana rais ham Georgiy Atarovich ham olgan kadrlarga e'tibor berdim. Fond birjasida juda ham yaxshi kadrlar to'plangan. Bu asosan shu Westminster universitetidan kelgan kadrlar, ingliz tilini til jihatidan keyin moliya sohasiga qiziqishi bor mutaxassislar tanlab olingan ekan. Potensial yaxshi xodimlarni keyin asosan mana shu universitetlarga bejizga mana Anvar aka Chayev ular bilan asosan ular bilan hamkorlikka yurmayaptilar, chunki asos o'sha yerda. Yaxshi mutaxassislarni o'sha yerda tarbiyalasa bo'ladi. Undan tashqari hali sizga aytdim, moliyaviy savodxonligini oshirish bilan bog'liq programma davomli, dastur davomli. O'sha dastur ichida aynan o'sha universitetlarga ham biz sekin-sekin kirib bormoqchimiz. Buni fond birjasini o'zi qilmaydi. Fond birjasi boshchiligida, o'sha regulyator boshchiligida hammamiz birgalashib o'sha programmani dasturi qaysi universitetmi, misol uchun qaysi yo'nalishlarga aynan singdirib borishi biz hali u daraja o'sha ishlab chiqqandan keyin kelishib olamiz degan umiddaman. O'sha orqali mutaxassislarni o'sha universitetlardan aynan qiziqishi bor mutaxassislarni ilg'ab olib uni bozorga tortsa bo'ladi. Yaxshi kadr tayyorlash ana o'sha orqali bo'lsa yaxshi bo'lardi degan fikrdaman.